Assalomu alaykum hurmatli talabalar. 10-mavzuyimiz kimyoviy adsorpsiya mavzusini sizlar bilan bugungi darsda ko'rib o'tamiz. Ushbu mavzuyimiz 3 darajadan iborat bo'lib, kimyoviy adsorpsiyalanishda valent kuchlar ta'siri, Mendeleyev va Sultonovlarning kimyoviy adsorpsiyalanish nazariyasiga qo'yishgan hissalari hamda reaksiyada aktiv kompleksni hosil bo'lishi. Kimyoviy adsorpsiyalanishda valent kuchlar ta'sirida adsorptiv molekulalari adsorbent yuzasiga kimyoviy bog'langan bo'ladi. Bunday adsorpsiyalanish kimyoviy adsorpsiyalanish, xemasorpsiya deyiladi. Adsorptiv adsorbent yuzasidan molekula yoki ionlarning kimyoviy reaksiyalarga kirishib yoki bo'linmagan elektron juft hisobiga Lewis turidagi birikma hosil qiladi, birikma hosil qiladi. Masalan, kislorodni aktiv ko'mirga 0 gradusda adsorblab so'ngra desorblansa, uning ko'p qismi shu temperaturada qayta kislorod holida, bir qismi esa yuqori temperaturada va kuchli tortish natijasida is gazi va karbondangitrid holida ajralib chiqarishi kuzatilgan. Demak, bu tajribaga muvofiq kislorodning ko'p qismi ko'mir bilan fizikaviy adsorpsiyalangan bo'lsa, ozroq qismi ko'mir sirtida atomlar bilan juda mustahkam kimyoviy bog'langan bo'ladi. Xemasorpsiya va unda hosil bo'lgan sirtdagi birikmalar kimyoviy reaksiya va kimyoviy birikmalardan farq qiladi. Demak, Faraday fikricha, reaksiyaga kirishuvchi moddalar katalizator yuzasiga adsorpsiyalanganda ular bir-biriga shu qadar yaqin masofada turadiki, natijada ular orasida kimyoviy ta'sirlanish vujudga kelib, reaksiya boshlanadi. Hosil bo'lgan modda katalizator yuzasida uchib chiqadi va uni o'rniga reaksiyaga kirishuvchi moddalar yangi qismi adsorpsiyalanadi. Katalizning kimyoviy nazariyasi Mendeleyev tomonidan yaratildi. Bu nazariyaga ko'ra adsorplangan molekula ma'lum o'zgarishlarga uchraydi. Yuza ta'sir natijasida molekularli bog'lanishlar zaiflashadi va hatto uziladi. Uning natijasida reaksiya uchun kam aktivlanish energiyasi kerakligi bo'ladi va reaksiya borishi osonlashadi. Hozirda demak, optik usullar vositasida moddalarning adsorblangan holatini aniqlash mumkin. Yuqori reaksiyaga katalizning yuzasidan yangi birikmalar hosil bo'lishi IK spektr vositasida keltirib o'tilgan. Reagent molekulalari katalizator yuzasida kam deformatsiyalandi. Vodorod bog'lanishi yoki bo'linmagan elektron juft hisobiga, Lewis turidagi kuchsiz bog'lanishlar hisobiga birikmalar hosil bo'ladi. Molekula qisman deformatsiyalanadi, heteropolyar bog'lanishli radikal yoki ion birikmalar hosil bo'ladi. Yuzada hosil bo'lgan birikmalar oraliq birikmalar bo'lishi mumkin. Bu holda kimyoviy nazariyada bayon etilgan fikrlar o'z kuchini saqlab qoladi. Shunday qilib, kataliz jarayoni adsorpsiyalanish jarayonida va yuzada birin-ketin boradigan bir qancha kimyoviy jarayonlardan iborat bo'ladi. Demak, masalan, quyidagilar ko'rsatib o'tilgan, ya'ni heteropolyar bog'lanish turli birikmalarda keltirib, demak, Faraday ta'limoti bo'yicha ko'rsatib o'tilgan. E'tiboringiz uchun rahmat.